Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana bu Tuyul qishlog'iga mana kollejimizni mana bu yerda mana kollejimiz maktab qilingan. Mana shu ro'parasida Atam akamiz magazin ochganlar. Xudo xolasa barchalarini kutib qolamiz magazinga. Hozir magazinni ichkarisidan sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerga mana savdoga odamlarimiz inshaalloh kelmoqda. Hali yangi ochildi bu yer. Bismillahirrohmanirrohim. Mana-chi. Bolalarimiz savdoga shu yerga kelib turibdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. To'g'ri yaxshimisiz? Mazallar zo'rmi? Ishlar zo'rmi? Magazinlar muborak bo'lsin. Ishlaringiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Omadingizni bersin, omadingizni bersin. Mana tog'amizni magazinlarni ochganlar inshaalloh. Hozircha mana shu narsalarimiz, shu mahsulotlarimiz bor. Kelaverasizlar. Javuz, Matmon, Dinobolo, Aspuduxtar, Sho't qishlog'idagilar, tepadagilar hammalaring mana shu yerga bor mahsulotlarni sizlarga olib video qilib tashab beraman. Ko'raverasizlar. Yo'lni yuzida mana katta yo'lni yuzida mana kartoshka, piyoz, sabzi hammasidan bor. Chesnok. Mana bahorga chesnoklarimizdan olib ekishni tashkillashtiraverasizlar. Mana mahsulotlarimiz. Xudo xolasa yonidan hozmagam ochilmoqchi. Asta sekinlik bilan sizlarga hozir bir boshidan ko'rsatib boraveraman. Bu yerga xudo xolasa tamaki mahsulotlari yo'q. Tamaki mahsulotlari yo'q. Spirtli ichimliklar ham yo'q. Kelaverasizlar, men sizlarga bitta mahsulotlarni ko'rsatib beray. Qo'ldan kelguncha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Klientlar shu yerda. Do'stim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mazzalar zo'rmi? Ishlaringiz zo'rmi? Charchamaysan? Mazzalar zo'rmi? Instagramga Klientlarimiz ham mana kelishni boshladi. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Atamiz çok güzel reklama onun arkasına alıp. Mahsulotlarimizni hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bir boshida ko'rib boraverasizlar. Ko'kurs mazarmi? Ko'kurs. Ha, bu. Bu kappochko. Atalar ko'rsa azon narxlar. Ha, narxlarni ham ko'rsating. Magazinimiz yangi ochilgan sababli skitkada ko'p narsamiz bor. Kelishtirib beriladi. Mana bu yerda mana Navoiyxonadan keladigan mahsulotlarimiz ham bor. Karam, limon, xullas mahsulotlar, tovuq, go'sht, kolbasa, sir, hammasi bor. Xolodilnikda ham bormi? Ha, hamma bor. Mana xolodilniklarimizga mahsulotlarimiz. Xudo xolasa endi ochildi magazinimiz. Endi klientlar so'ragan narsaga qarab yana olib kelaveramiz inshaalloh deyaptilar. Sharoitga qarab olib kelaveradilar. Prosta bu yerda yangi mahalla ochilgan, endi mahallamiz hali yangi. Mana bu yerda mana arzon narxlarimiz. Qanday qilishni? Osh yo'q bu yoqda. Barchalarini kutib qolamiz. O'sha itdan qalonga bo'lsa. Ertaga kam. Toshkentga ketdi. Tog'a sizga ham omad, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Magazinimizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Xudo xolasa mana tepadagilarga o'ziz Tagob original nomidan kelsa, kelishtirib narsalarni qilib beravering. Albatta. Qo'ldan kelguncha. Albatta. Keyin mehmonlarimiz mana keladi uzoq yaqindan, ularga ham kelishtirib qilib beravering mana shu yerga. Hozmagimizni ham inshaalloh harakatida bo'lsangiz bu yoqda. Yana nimalar ochiladi dedi? Sartaroshxona, Sartaroshxona, qassobxona, Navoiyxona, bitta hali yem, un sotiladigan nima harakat qilamiz. Sizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Omad sizga xo'p. Rahmat.